Sizlar bilan Fahriddin 09 va Asliddin 07. Salom. Bugun sizlar bilan yo'qolgan va qishloq va uning uyini topamiz. Ketdik. Shu tomonlarga borishga birga bo'lar. Yetib olarsan. Voy, ana yerda qishloq. Qishloq uzra. Ketdik. Suvdan nima qilamiz? Hozir yurib ketaversanchi. Qishloq, ketdik. Bo'lmasak bo'lmaydi. Ketdik, tezroq. Voy, bilet. Ketdikmi? Qishloqni ko'zdan kechiramiz. Voy. Yana tushib ketdingmi suvga? Bo'ldi, hozir yordam beraman. Chiqma. Tezroq bo'l. Ketdik. Yo'qolsir. Ketdik. Hozir biz qishloqni ko'zdan kechiramiz. O'yta tushunarsiz narsa. Bo'ldi, ketdik. Necha turib boramiz. Qishloqni ko'zdan kechirib olaylik. Oh, ikkitalik qishloq ekan bu. Wow, kapot uyga boraylik. Ketdik. O'zim aytayin, kapon uyi bor ekan. Ketdik. Honetda iyo balat. Honeka medali tushganmi bilib bo'lmadi. Yurchi ushti borakchi. Iyo balat, honetda uycha bor ekan. Ketdik, ushti ko'zdan kechirish kerak. Ketdik. Jonim emas qoldi bolalar, uzr. Ketdik. Yo'qolgan uy, ketdik. O'rgimchaklarni buz. Mo'zi yopish qolasan. Yopishib ham bo'ldi. Wow, keyin. O'zingga olvoq. Mana o'rgimchaklar bor. Qani. Menikini ham ochib ko'rayinchi. Hech bola yo'q. O, menikida bor ekan. Kiyimlarni hozir olamiz. Ketdik. Kiyimlarni kiyib olaylik. Yur, o'sha joyga boraylikchi. Yeganni ham narsa olmayapmiz. Yugurolmayapman. Jon, to'motdi. Ko'rib ko'rish kerak, ichida bir narsa bo'lsa. Yem etdi hozir. Voh! Bu tilla ekan. Och, ichini ochiq. Wow. Tillalar ko'p ekan. Tezroq olish kerak. Baram bir şey yashaveraylik, baram. Bu tillalar olgunimizcha umri ketib qoladi. Demak, shu yerda yashaymiz. Bala bo'lmayapti. Xavfli narsa ham yo'q ekan bu yerda. Yomon xabar, meni kirgan sinyapti. Men bu yerdan ketishim kerak. Videoni tugatib qo'yaylikmi yo? Yo'q. Baram zerikib ketdim. Men ketdim. Ham yo'q, sen olsan, yaramas. Sindirsan. Sen oldingmi?
Menda ishchi bolam yo'q hozir. 10 ta tilan. 10 ta, men 4 ta sonra. Yomon xabar, men o'lyapman. Bironta qo'yma jonzotmi bo'lsa, men hozir yeb yuboraman. Oyda mol topdim, o'shani o'ldirib hozir. Qoringa sovurish kerak. Bo'ldi, yeb yubordim. Aslida shu yerda tugatib, keyingi video chiqishini xohlasangiz like va obuna bo'ling.